Mayakka, sana deydiğen bir şiir sözüm var. Amerika'nın prezidenti John Kennedy mundaq degan. Memleketiniz sizga nim berelay demez. Aksincha siz memleketingizga nim beralaysiz. Shuni so'rang. Qaranglar, xalqimizning ahvoliga va uning problemasiga. Bizni mushundaq ahvol qoldirgan u kim bilamsizlar? Siz ve biz bir xalq. Siz ve biz qanday umr sürsak, yoshlarimiz shunda ulgu oladi. Men qayerga bo'lmay, hamma yerda yaxshi odamlar bor. Onun işencim kamıl, muşu zalda o'tirganlarning hammasi bir-biridan o'tgan yaxshi odam. Men shuning uchun keldim. Lekin meni kelishim shart emas. Sizlar har qaysinglar xalqimizning bir müchisi, har biringlar o'z umringlarda uchun rol atqizlar. Lekin xatolaşmalar biz chiqdib, soniq emas, sapasiga qaraylik. Yoshlarimizni durust yo'l ko'rsataylik. Alloh Qur'onda mundaq degan: bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmaguncha, Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Hazır biz qanday umr sürüp yuribmiz? Qaranglar. Hazır biz qanday umr sürüp yuribmiz? Qaranglar. Menga tegmasa bo'ldi deb umr sürüp yuribmizmi? Hazır ahvolda shu narsa bizning bizga qanchalik bir ta'sirini tekizdi. Hazır ahvolda biz ikkiga bo'linib yuribmiz. Mana men shuning uchun keldim. Men bir narsani o'zgartirman deb keldim. Men umid qilamanki, sizlar ham shuning uchun keldinglar deb. O'z umringlarni qanday o'tkazasizlar? Men qarag'ana, o'z umringlarni qanday o'tkazasizlar? Yana qanchalik vaqt o'z umringlarni bekor o'tkazsizlar? Birlik o iman. İman Allah yolunda. Juringlar, meni kabinetim kirib maslahat qilaylik. Hadi akşam beradi.